yaqinda oila qurgansiz yoki uyga ehtiyojingiz bor. Umuman olganda o'zingizning nomingizda uyingiz bo'lishini xohlaysiz. Lekin pul to'plashga ozgina qiyinchilik bo'lib qolyapti. Bu holatlarda banklardagi ipotekalar haqida surishtirishga esa vaqtingiz yo'q. Telefon qilsangiz ham sizga to'liq batafsil ma'lumot berishmayapti. Bu borada biz o'z jamoamiz bilan aynan mana shu uy olishga ehtiyoji borlarga, yosh oilalar uchun past foizli ipoteka kreditlari haqida to'liq batafsil ma'lumot beradigan, faqat bir marta bo'ladigan yopiq chat o'tkazmoqchimiz. Xullas o'rtoqlar, agar sizda uy olishga ehtiyoj bo'lsa yoki mana shu ipoteka masalalarida savollaringiz bo'lsa, umuman olganda mana shu uy, bank, ipoteka bo'yicha qanaqadir savol yoki sizga batafsil to'liq ma'lumot beradigan nimadir kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Haftaning oxirida sizni yopiq chatga taklif etamiz. Faqatgina Telegram kanaliga obuna bo'lgan obunachilargina qo'shila oladi va bu faqat bir marta o'tkaziladi. Agar sizga rostdan ehtiyoj bo'lsa, Telegram kanal havolasi profilimiz sahifasida. Ushbu videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying, manfaatli bo'ladi.